Obunachilar Shinray salonga kelganman, bo'lib ham Toshkentdagi Glavnisiga kelganman. Bitta ikkita savollar tug'ildi menda. Nasiya savdo, rasroshka, o'zini pulini bo'lib to'lash degan savollarga javob olgani kelganman. Sardor Demixonov, assalomu alaykum Sardor, qanaqasiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan. Sardor, buni naqd olish mumkin. Avtokredit ham muammosiz, uni ham bilinadi ko'proq. O'zini pulini bo'lib to'lashga olish mumkin degan bitta gaplar eshitib qoldim. Bu haqiqatan ham rostmi, fake xabar emasmi? Shuni bilgani kelganman. Bu haqiqatan ham o'zini pulini bo'lib to'lashga berilyaptimi? Xo'p, qarang, to'g'ri unaqa gap so'zlar bor, endi uni tartibini boshqacharoq qilib aytyapti. O'zi bunday olib qarasa, o'zini pulini desa bo'ladi, lekin uni tartibi boshqa. Uni hozir video davomida batafsil tushuntirib beraman. Misol, avtokreditga qanaqa chiqadi, nasiyaga qanaqa chiqadi, naqdga pul o'tkazish, hammasini imkoni boricha aniqroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Endi obunachilarimiz ko'proq so'ragan. Shinray T30 ni qo'sh balonligidan ko'proq ko'rsating, shuni ma'lumotini to'liqroq yetkazing deb savol berishgan. Bu yerda mana T30 ni yakka balonligi, 32 ko'rib turganingizdek qator qilib har xildan qo'sh balonliklari ham bor-a? Qo'sh balonlik hammasidan hozir endi Xudo olasa hammasini naricha qilib qo'ydik. Oldin qo'sh balondan ayniqsa juda tanqislik bo'lib turadi. Mana Xudoga shukr, qo'sh balonlarimiz ham ancha chiqib, sotuv uchun ham yetarli miqdorda olib kelib qo'ydik. Oldin umuman nima deydi, ko'rgazma uchun ham turmasdi mashinalar. Bu yerda ko'rgani ham yo'q bu qo'llarda. Ko'rgani ham yo'q. Hozir misol o'sha benzinlisi, mana bunaqa zavodskoy ikkita 100 talik gaz balonlisi, bulardan ham hozir olib kelib qo'ydik mana. Yaqinda sveji bugun keldi bu mashina hali. Sveji. Harakat qilyapmiz, o'sha zavod yana o'sha ishchi nimasini kuchini oshirib, ko'proq mashina ishlab chiqarib, endi bu yoqqa o'sha endi dehqonchilik. Ya'ni o'sha aynan yuk mashinaga sezon boshlandi. Yuk mashina sezoni boshlandi. Shuning uchun ko'proq miqdorda mashina chiqarib qo'ymasa, odamlarga yetmay qolyapti. Yetmay qolgan taqdirda ish qolib ketadi. 1 oy muddatdan, misol 2 hafta ishim qolib ketadi deb turib, keyin boshqa yo'nalishlarga o'tish mumkin. Foyda ko'radigan odamlar bor. To'g'rimi? Boshqa brendlarga yopish mumkin. Akalar, buni misol 2020 dan beri mana shu mashinalarni sizlarga ko'rsatib reklama qilaman. Odzivlarini juda ham ko'p ko'rganman. Minib yurganlardan eshitganman, boshqasini eshitganman. Iliq fikrlarni eshitganman. Endi qarang. Keling mana shu T30 da mana T30 da qo'sh balonlik zavodskoy gazligi bu yaqinda joriy qilindi. Gazlik chiqmasdi, benzin chiqardi. Ikkita 100 talik gaz balonli bo'lib chiqdi. Bu endi bugun keldi hali ustlari kirligicha yo'lgani ham yo'q hali. Endi yo'ladi. Trillerda keladi, yomg'irli kunlar bo'lyapti, bilasizlar, bahorda. Bu oldin faqat benzin bo'lib chiqardi. Mana o'sha talab bo'ldi. Mana biz o'sha harakat qilamiz. Har bitta Shinray modellarini talabdan kelib chiqmaydi, xalqqa moslashtirib chiqarishga. Benzinlisiga juda talab yuqori bo'lib, gazli bo'lganda ham yana hamda zo'r bo'lardi. Misol, bizga bo'ladigan foyda 2 barobar bo'lardi degani uchun biz o'sha zavod bilan hamkorlik qilib, yana yaxshilash maqsadida zavodni o'zidan garantiyasi saqlanadigan holatda dvigateli ham boshqacharoq qilib ishlash maqsadida to'g'ridan-to'g'ri zavodni o'zidan gaz o'rnatish himoyalari bilan birga ikkita 100 talik gaz balon ustanovka qilib уже chiqarib boshladik, sotuv ham boshlangan. Keyin yana bitta ustunlik bo'lgan, orqasini ko'ryapsizlar. Kengaytirgan shunaqa. Mashina turardi, 5 santda oshiq. Kengaytirilgan. Misol, o'rindiq orqaga kattaroq gavdali akalarga bu juda zo'r bo'ldi. Ya'ni oldingisi ham o'zi keng edi, qo'sh balon. Gavdaroq akalar sal qiynalardi, misol rulga nisbatan o'tirganda oyoqlar sal to'lib turardi mana bu. Endi mana bemalol orqaga yana to'g'rilab, orqalarini, bellarini sozlab, orqaga yana maksimal tortsangiz bo'ladi. Orqaga juda keng, mana ko'ringlar. Bemalol oyoqlar bo'yi katta, bu akalarimiz ham bemalol ketish uchun moslashtirildi. Endi qarang. Xo'p. Shinray T30 ni qo'sh balonligi, motorida o'zgarish bo'lgan-a buni baribir? Albatta, albatta. T30 bilan qo'sh balonlikda farqi bor baribir. Farqi bor. O'zi benzinlisining o'zida farqi bor. Gazlisida yana boshqacha farqi bor. Ya'ni qo'sh balon benzinlilar mana bu yerda turibdi. Mana bu yakka balon bilan motor bir xil. 105, 115 ta ot kuchi bo'ladi. Faqat imенно mana shu benzinlilari usilinli bo'lib chiqqan. Benzin gazlar usilinli bo'lib chiqqan, ya'ni kuchaytirilgan. Agar raqamda aytsak, 1.6, 124 ot kuchini beradigan dvigatel. Lekin o'zi asli 1.5, 115 ta, ya'ni usilit qilingan. Shu 1.5 ni kuchaytirgan. Ya'ni chunki bu
yakka balon 2 tonna ko'tarsa, bu 2,5 tonna ko'taradi. Ko'proq yuk ko'tarishini hisobiga, oldilari resor bo'lgani hisobiga ko'proq ot kuchi bo'lib, qiynalmasdan yurish uchun kuchaytirilgan mashina. Benzinlilar. Gazlilar ham xuddi shunaqa kuchaytirilgan motor bo'ladi, faqat unda именно o'sha gaz bo'lib chiqqani uchungina dvigatelini o'sha programmalari, portion balobatlar hamma ichki mexanizmi именно o'sha gazga mo'ljallangan holatda chiqqan. Programmasi, pрошивкалari, hattoki o'sha nima deydi, tabloda ko'rsatganlarigacha o'zida bo'ladi. Mana SNG knopka, mana bu ham zavodskoy bo'ladi. Ko'chadan qo'yilsa emulyator bo'ladi u. Mana bu SNG mana. Qancha qolganini ham tabloda mana benzinda qancha qolganini ko'rsatsa, gaz davleniyasi gazniki ham xuddi shunaqa. Tabloda ko'rinadi. Motor tagini och, yoqib, unaqa narsa yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Qarang. Chinre T30 qo'sh balonlik zavodskoy gazligini narxi qancha? Xo'p, zavodskoy gazlisi 201 million chiqadi. 201 million so'm. Endi buni sotib olish tartibi keladi, shartnoma berasizlar. Naqd puli bo'lsa shunday bankka to'laydi, shot spravka olib chiqib ketadi. Shunaqa. Endi olish tartibini aytyapman sizlarga. Avtokreditga u aniq, u hozir yangilik bo'lmay qoldi. Shunaqa. 30% mi, 25% mi to'lovini qiladi, qolganini 5 yilgacha muddatga oladi, ketadi. Endi nasiya savdosi masalasi bo'yicha ko'pchilikda savollar juda ham ko'p. Har xil savollar tug'ilib qolyapti. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi o'zi? Nasiya savdoga qarang, o'zi misol avtomobil narxi 201 million bo'ladigan bo'lsa, nasiya savdoga narxi boshqacha bo'ladi. Ya'ni ustiga mashina o'ziga qarab hisoblanib, qanchadir qismi qo'shiladi. Qo'shilib turib, o'shani misol uni ham sharti bor. 30% ligi, 40%, 50% ligi bor. 30% ga oladigan bo'lsa, u 1 yilga bo'ladi. Agar 50% ga oladigan bo'lsa, 2 yilgacha nasiya savdo qilib beriladi. Ya'ni o'sha hisoblangan summa bo'yicha bu ham qanaqa bo'ladi? Bu ham o'sha ikki tarafni kelishgan holatda, misol mijoz bilan kelishgan holatda. Mijozga aytiladi, mana shu avtomobilimiz narxi bunaqa bo'ladi, nasiyaga mana bunaqa. Shunda sizga boshlang'ich mana shuncha to'lov qilsangiz, sug'urtasi bilan birga oyligi mana buncha chiqadi deydi. Avtokredit bilan nasiyani shunday solishtirib beradi. Qaysi bir ma'qul kelsa, o'shani olib ketadi. Nasiya avtokreditdan ham ko'ra, nasiya savdoni o'sha ustiga qo'shilganini ham ma'qul ko'rganlar bor. Biz o'sha kliyentni o'ziga ko'rsatib, farqlarini tushuntirib, ana undan keyin savdo qilib beramiz. Endi u через bank bo'ladi, bank orqali bo'ladi. Summasiga foyda qo'yiladi, unda penya, jarima bo'lmaydi. O'zi bu narsa bilasiz, Shinraga shu paytgacha nasiya savdodagi umuman narsa bo'lmagan. Faqat naqd, avtokredit, pul o'tkazish, shunaqa to'lov usullarini sotganman. Nasiya savdoni mana hamma joyda nasiya savdo deyarli ishlash prinsipi bir xil bo'ladi. Boshqa joylarda ham shu nasiya savdo degan joylarda ham bari ustiga pul qo'shiladi. Bor misol, любой joyda misol mashina so'rasa, tanishsa naqd olaman, necha pul desa, 30 million, 40 milliongacha skidka qilib beraman deydi. Sababi nimada? Chunki sabab asl mashina narxi shunaqa bo'ladi. Nasiya savdoga ham bunaqa bo'lgan bo'ladi. Nasiya savdoning narxini asl tan narxi deb sotadi. Biz shunaqa savdo qilmaganimiz uchun xalq o'zi so'rayverdi, nasiya ochinglar, shunaqa bo'lsa ham deb majbur mana shunaqa tartibda nasiya savdo ochganmiz. O'shani tushuntirib ham beramiz mijozga. Har bitta kelgan mijozga, yo'q, o'zini tan narxi emas, aka, mana bunaqa bo'ladi. Ustiga mana shuncha summa pul qo'shiladi. Oyligi mana bunaqa chiqadi. Hozir bir ikkita modellarni qisman avtokreditga qanaqa chiqadi, nasiya savdoga qanaqa chiqadi tushuntirib beraman. Qolganlarini telefon qilib batafsil bilib olsa bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, qaysidan boshladik? Xo'p, T30 eng hadovoy T30 yakka balon. T30 yakka balon. Hozir sezonda juda zo'r ketadi. Endi bu byudjetliroq, eng arzon avtomobilimiz bo'lgani uchun juda ko'p sotiladi. Eng arzon avtomobillarimizdan biri T30 yakka balon bo'ladi. Arzon bo'lishiga qaramasdan ham o'ziga yarasha juda ko'p qulayliklar bor. Xudo xolasa bunda ham yangilik qilish arafasidamiz, ya'ni o'sha kabinasi jihatlaman. Kabinasi jihatlaman. Hozir uni ham ishlash jarayonidamiz. Ya'ni aytgandek, biz faqat talabdan kelib chiqib, yangilik qilishga harakat qilamiz. Xalqni o'sha ehtiyojiga moslashtirish uchun. Hozir bu avtokreditga oladigan bo'lsa, 25% to'lovi mashina narxi 160 million, 125 ming. 25% to'lovi, ya'ni boshlang'ich to'lovi bo'ladi 49 million 528 ming. Ya'ni 50 million deylik. 50 million boshlang'ich to'lov bilan keladi. Oylik to'lov 3 million 655 mingdan chiqadi 5 yilga. 5 yilga. 5 yilga 3 million 655 ming. Bu narsa misol yuk mashina haydab yurganlarni eshitdim. 5 milliongacha bo'lgan oylik to'lov
4 million, 4,5, 5 milliongacha bo'lgan oylik to'lovlik mashinalar bemalol olib chiqib ketyapti. Chunki shu 5 millionlik foydasini chiqarib, undan tashqari ham faodaga kiryapti. Tirikchiligini o'tkazayapti. Ya'ni biz statistika qilganda oylik to'lov 5 milliongacha bo'lgan avtomobillar bemalol kelib olib ketyapti. Mijozda. 30, mana bu yoqda misol dubl kabina 32 miz. Bu ham benzinlisi avtokreditga hop, boshlang'ich 25%, 52 million 400 ming. Ozgina farqi bor. Oylik to'lov 3 million 865 mingdan chiqadi. 4 millionga ham bormayapti. Bu ham 5 yilga. 32. Undan tashqari 30 qo'shbalonimiz benzinlisi avtokreditga boshlang'ich 25%, 55 million 980 56 million deylik. 56 million to'lov qilsa, oylik to'lov 4 million 132 mingdan chiqadi 5 yilga. Ko'rib turgan bo'lsangiz, 30, 32, 30 qo'shbalonlarimiz oylik to'lovlar deyarli 5 millionga bormayapti. 3, 4, 4,5 atrofida. Bu avtokreditga. Endi Nasiyaga hisoblaydigan bo'lsak, mana 30 benzinimiz Nasiya savdoga qanaqa chiqadi? Boshlang'ich 50% to'lov qilsa, endi men 50% ni hisobladim. 30% qilsa ham bo'ladi. 40% to'lov qilsa ham bo'ladi. Men 50% to'lovni qildim. 50% to'lov qanaqa bo'ladi? Boshlang'ich 96 million 95 million 672 ming bo'ladi. 50%. Shunda 2 yilga oylik to'lov 3 million 908 mingdan, ya'ni 4 millionga ham bormayapti. Deyarli haligi avtokredit bilan Nasiya savdoni oylik to'lov deyarli bir xil chiqadi. Deyarli bir xil. Endi u boshlang'ich to'lovga qarab o'zgarib ketaveradi. Misol 30% qiladigan bo'lsa, oylik to'lov ko'proq chiqadi. 40% ga ko'proq chiqadi. 50% qilsa, kamroq chiqishini hisobiga biz xalqqa tushunarli bo'lsin deb oylik to'lovni kamroq chiqarib hisoblaganmiz. Bu 30 benzinniki. Endi 32 benzinniki Nasiya savdoga qanaqa bo'ladi? U ham shu boshlang'ich 50% to'lov qilsa, ya'ni 101 million. 101 million to'lov qiladi Nasiya savdoga. Oylik to'lov 4 million 132 mingdan chiqadi. 2 yilga. 2 yil muddatga. Bu yoqda qo'shbalonimiz bor. Qo'shbalonimizda ham Nasiya savdoga chiqaradigan bo'lsak, boshlang'ich 50%, ya'ni 108 million to'lov qiladi. Oylik to'lov 4 million 417 ming. Aytganimdek, Nasiya bilan avtokreditda deyarli oylik to'lov bir xil chiqadi. Boshlang'ichga qarab. Nasiya savdoga oldindan 30% to'lov bilan ham olib chiqib ketsa bo'ladi. 30% bilan olib chiqsa bo'ladi. Imkoni bor. Endi biz nimaga hozir buni 50% bilan hisobladim? Bizga kelib turgan mijozlarni deyarli hammasi qo'lida 80, 90, 100, 150 million puli bor odamlar. O'rtacha 100 million puli bor odam kelyapti mashinani. O'rta hisobda. Kelib, o'sha mashinalarni to'lovini qilib olib ketyapti. O'shani hisobini olib turib, men 50% hisobida hisoblab aytdim sizga. Tushunarli. Avtokredit so'raganinglarga sizlarga solishtirib ko'rsatib berdik. Endi siz avtosalonga kelinglar, kelib turib, bitta mashinani tanlang va narxini bilib turib, avtokreditga xohlang, kreditga hisoblating, xohlang, Nasiya savdoga o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, minib ko'rib, o'zlari bilan gaplashib turib olsangiz, bu boshqa masala. Baribir videoda ko'rgan u boshqa masala. Xuddi shunaqa. Sizlarga manzilni eslatib o'tib ketay. Sergelida turibmiz. Betonkani bo'yida, hop 200 metrdan keyin shuni o'ngga kirilsa, mashina bozori, Sergeli mashina bozori orqa darvozasi. To'g'rimizda Kia salon bor. Ipodromdan Ipodrom Abi Sahiydan shu qo'yliqqa yurganingizda Betonkani bo'yida keladi, topish qiyin emas. Lokatsiya so'raysiz, lokatsiya tashlab berishadi. Juda ham ko'pchilik bilib qoldi. Ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, sizlarda yana ham savolinglarga, pulingizga yarasha xohlang avtokredit, xohlang Nasiya savdoga grafiklarini ham chiqarib berishaveradi, undan muammo yo'q. Keyin milliy brend degan yozuvni ko'rib turgan bo'lsanglar kerak, mana. Mana shu mashinalar o'zimizni O'zbekistonda, ya'ni Gulistonda, shunaqa Sirdaryoda chiqadi. Sirdaryoda yig'ilyapti. O'zimizni milliy mahsulotga Made in O'zbekiston deb yozuvlari bilan chiqib kelyapti. Ehtiyot qismdan o'ylanmasanglar ham bo'laveradi, ehtiyot qism bor. Xohlasangiz shu yerga keling, xohlasangiz O'zbekistonning filiallari bor, o'zlarining filiallari, o'shadan ham ehtiyot qism olsanglar ham bo'ladi. Buni ehtiyot qismi bugun kirib kelgani yo'q. Yo'q. Qora bozorda ham bor. Qora bozordan topsangiz ham bo'ladi. Joydagi bozorlardan ehtiyot qism sotadigan bozorlardan ham topsangiz bo'ladigan muammosi bo'lmaydi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Endi
bularga juda ham chuqur kira olganimiz yo'q. Sizlarga ustunliklarni aytib o'tib ketay. Rullari elektr uslitildi, konditsionerlari bor, yozda ham maza qilib yurasizlar. Yuk ko'tarishlari ham zo'r. Oldira resor, buniki orqasi resor, oldi resor bo'lmaydi. Shu bilan farq qiladi ikkalasi. Qo'sh balon resorlarida va motorlarda ozgina farq qiladi. Deyarli bir xil. Hammasini salonini tarbiyadalari hammasi bir xil, hammasida konditsioner, hammasida ABS tormozlari. ABS tormozlari, uslitr rul, elektr uslitr rul deyarli hammasi bir xil. Ozgina farqlari bor. Shuni hisobiga narxlari o'zgargan va turiga qarab, ehtiyojingizga qarab olaverasizlar. Kelinglar, chiroyli qilib ishinglarni bitirib, xudo xolasa yaxshi mashina qilib berishadi, maza qilib haydab yurasizlar. Savollarimizga javob ola oldik deb o'ylayman. Nasiya savdoni ozgincha bo'lsa ham tushuncha oldik. Tushunmagan bo'lsanglar, ekranda nomer turibdi. Yoki bo'lmasa kelib, ko'rib, minib savollarga javob olsanglar ham bo'laveradi. Sardorga kattakon rahmat, qimmatbaho vaqtda ayirmasdan biz bilan chiroyli suhbat qilganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.